Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz aqli zaif bolalar salomatligini muhofaza qilishda nafas mashqlari va foydalanish texnologiyalari. Mavzuyimiz rejalari, aqli zaif bolalar uchun nafas mashqlari, salomatlikni yaxshilash texnologiyalari, nafas mashqlari va ularning foydalari va bolalar salomatligini qo'llab-quvvatlash va strategiyalari. Aqli zaif bolalar uchun nafas mashqlari salomatlikni yaxshilash va stressni kamaytirishga yordam beradi. Bu texnologiyalar bolalarning nafas olish qobiliyatini oshirish va ruhiy holatini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Mashqlar orqali bolalarni o'z-o'zini nazorat qilish va tinchlanish ko'nikmalari rivojlanadi. Bilamizki, bolaning nutqi ravon bo'lishi uchun uning birinchi nafas mashqlari bilan shug'ullaniladi. Nafas mashqlari bu nafas olish va chiqarish jarayonini tartibga solish uchun bajariladigan usullar. Ular aqli zaif bolalarning salomatligiga yaxshilashga yordam beradi. Chunki to'g'ri nafas olish ruhiy va jismoniy holatni yaxshilaydi. Bunday mashqlar bola uchun tinchlantiruvchi va stressni kamaytiruvchi ta'sir ko'rsatishi mumkin. Aqli zaif bolalar uchun nafas mashqlari ularning salomatligini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Bu mashqlar stressni kamaytirishga va umumiy ruhiy holatni yaxshilashga yordam beradi. Misol uchun, oddiy nafas olish va chiqarish mashqlari bolalar uchun foydali bo'lishi mumkin. Shuningdek, bolalar bilan o'yinlar orqali nafas mashqlarini o'tkazish ularga zavq bag'ishlaydi va qiziqtiradi. Aqli zaif bolalar uchun nafas mashqlari salomatlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bu mashqlar ularning stress darajasini kamaytirishi va ruhiy holatini yaxshilashga yordam beradi. Aqli zaif bolalar nutqi yaxshi bo'lsa, nafas mashqlari yaxshi bo'lsa, o'ziga bo'lgan ishonchi ham ortadi. Nafas mashq olishlar uchun nafas olish texnikalari, masalan, chuqur nafas olish va nafasni ushlab turish bolalarga e'tiborni jamlashda yordam beradi. Mashqlarni oddiy va qiziqarli bo'lib o'rgatish bolalarning ishtirokini oshiradi. Aqli zaif bolalar uchun nafas mashqlari salomatlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ular stressni kamaytiradi va ruhiy holatni yaxshilaydi. Masalan, nafas olish mashqlari bilan muntazam shug'ullanish bolalarning uyqu sifatini yaxshilaydi va umumiy farovonligini oshiradi. Nafas olish texnikalari jismoniy faoliyatni kuchaytiradi va diqqatni yaxshilaydi. Nafas mashqlarining foydalari. Nafas mashqlari stressni kamaytirishi, e'tiborni yaxshilash va ruhiy holatni oshirishga yordam beradi. Bu bolalarda salomatlikni yaxshilash uchun muhim vositadir. Nazorat va natijalar. Mashqlarni muntazam ravishda o'tkazish bolalarning yanada nazorat qilishiga imkon beradi. Bu orqali ularning holatini va muvozanatini yaxshilash mumkin. Yoshga mos nafas texnikalari. Aqli zaif bolalar uchun yoshga mos nafas texnikalari ularning salomatligini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Bu mashqlar stressni kamaytirishga va ruhiy holatni yaxshilashga yordam beradi. Soddalashtirilgan nafas olish texnikalari bolalarning psixologik va jismoniy sog'lig'ini mustahkamlashga xizmat qiladi. Nafas mashqlari aqli zaif bolalar salomatligini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Ular stressni kamaytiradi va jismoniy kuchni oshiradi. Mashqlar, masalan, chuqur nafas olish va qiziqarli faoliyatlarni birga o'tkazish mumkin. Bu bolalarga o'zlarini yengil his qilishlariga yordam beradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aqli zaif bolalar salomatligini muhofaza qilishda nafas mashqlari muhim ahamiyatga ega. Ushbu mashqlar jismoniy va ruhiy holatni yaxshilashga yordam beradi. Ular yordamida foydalanib bolalarning umumiy salomatligini qo'llab-quvvatlashda samarali vosita hisoblanadi. Nafas mashqlari asosan bolaning nutqi uchun ham juda ham yaxshi foyda beradi. U bola o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, ommaning oldida yaxshi gapirib va ular bilan qo'shilib ketishga samarador beradi. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.